Kalanxoya bu ajoyib uy guli. U o'zini kam talabliligi va go'zalligi tufayli ko'plab gul parvarishlovchilarning qalbini zabt etgan. Sukulentlar oilasiga mansub bo'lgan ushbu gul sershira barglari va yorqin gullari bilan ajralib turadi. Ular har qanday interyerni bezashga qodir. Nega Kalanxoya shunchalik mashhur? Kam talabliligi. Kalanxoya turli sharoitlarda oson moslashadi va murakkab parvarishni talab qilmaydi. Dekorativligi. Yorqin gullari va jozibali barglari Kalanxoyani uyning haqiqiy bezagiga aylantiradi. Uzoq gullashi. To'g'ri parvarish qilinganda Kalanxoya yil davomida bir necha oy gullab tura oladi. Davolovchi xususiyatlari. Kalanxoyaning ko'plab turlari shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lib, xalq tabobatida qo'llaniladi. Havoni tozalashi. Ko'plab uy o'simliklari kabi Kalanxoya ham xonadagi havoni tozalashga yordam beradi. Ushbu videoda biz Kalanxoyaga qanday parvarish qilish kerakligi, uni turlari, ko'paytirish usullari va boshqa ko'plab jihatlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Siz tajribali gulparvar bo'lasizmi yoki uy o'simliklari olamida endigina qadam qo'yayotgan bo'lasizmi? Kalanxoyaning uyingiz yoki ofisingiz uchun ajoyib tanlov bo'lishini bilib olasiz. Kalanxoya turlari va navlari. Kalanxoya turkumi 200 dan ortiq turni o'z ichiga oladi. Biroq ularning barchasi ham xona gulchiligida birdek mashhur emas. Keling, uylar va ofislarda uchrashi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan Kalanxoya turlari va navlarini ko'rib chiqaylik. Kalanxoyaning eng keng tarqalgan turlari. Kalanxoya Blosfelda eng mashhur tur bo'lib, yorqin gullari bilan tanilgan. To'g'ri parvarish qilinganda deyarli yil bo'yi gullaydi. Turli rangdagi gullarga ega ko'plab navlari mavjud. Oq va sariqdan tortib qizil va binafshagacha. Kalanxoya patsimon, pinata. Barg chetlarida mayda o'simchalar hosil qilish qobiliyati tufayli tirik tug'uvchi o'simlik deb ham ataladi. Kuchli davolovchi xususiyatlarga ega. Kalanxoya degremona. Patsimon Kalanxoyaga o'xshaydi, ammo barglari torroq bo'ladi. Barg chetlarida bolachalar hosil qiladi. Kalanxoya kiyik shoxli. Bu turda och yashil bargli to'qlari ham bor. Kiyik shoxini eslatuvchi kichik pushti yoki sariq gulchalarga ega bo'lgan mashhur gul turidir. Bu gul turi ham shifobaxsh, shirasi antiseptik xususiyatlarga ega. Kalanxoyaning turli navlari. Kalanxoya Blosfelda ichida gullarining rangi va shakliga ko'ra farqlanuvchi ko'plab navlari mavjud. Ular Kalandiva, turli rangdagi paxmoq gullarga ega navlar seriyasi. Rozalina, nozik och pushti gulli nav. Simona, yorqin qizil gulli navlar. Rose Mix, pushti rang tusli gullarga ega navlar. Yellow African, yorqin sariq gulli nav. Kalanxoyaning har bir turi va navlari parvarishda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ammo umumiy holda bu o'simliklar kam talab bo'lib, uyingizga yorqin ranglar va ijobiy energiya. Uy sharoitida parvarish qilish. Eng qulay joy sharq yoki g'arb tomonga qaragan deraza. Yorug'lik yetishmasa o'simlik cho'zilib ketadi, dekorativligini yo'qotadi. Kalanxoya yorqin yorug'likni yaxshi ko'radi, ammo to'g'ri quyosh nurlaridan asrash kerak. Optimal harorat 18-22 gradus. Qish oylarida gullashni rag'batlantirish uchun haroratni 15 gradusgacha tushirish mumkin. Sukulent bo'lgani uchun Kalanxoya ortiqcha namlikni yoqtirmaydi. Tuproqni yuqori qatlami qurib qolgandan keyin me'yorda sug'oring. Qishda sug'orish kamaytiriladi. Kalanxoya havoni yuqori namligini talab qilmaydi. Barglariga suv purkalmaydi. To'g'ri tanlangan tuproq va muntazam oziqlantirish Kalanxoya salomatligining garovidir. Sukulentlar uchun mo'ljallangan yengil, yaxshi drenajli substratdan foydalaning. Oddiy gul tuprog'ini qum va mayda keramzit bilan aralashtirish mumkin.
O'sish va gullash davrida kalanxoyani har 2-3 haftada bir marta oziqlantiring. Sukulentlar yoki gullaydigan o'simliklar uchun mo'ljallangan o'g'itlarni bering. Ko'chirib o'tkazish. O'simlik sog'lom bo'lishi uchun muntazam ko'chirib o'tkazib turish zarur. Yosh o'simliklar har yili, katta kalanxoya esa 2-3 yilda bir marta ko'chirib o'tkaziladi. Oldingisidan 2-3 sm kattaroq gultuvak tanlanadi. Gultuvak tagida yaxshi drenaj bo'lishi ta'minlanadi. Ko'chirib o'tkazish uchun eng yaxshi vaqt bahor, ya'ni o'simlik faol o'sish bosqichiga kirgan paytdir. Qirqish va shakl berish. Muntazam qirqish o'simlikni ixcham shaklini saqlashga va gullashni rag'batlantirishga yordam beradi. Gullab bo'lgan gul to'plamlarini olib tashlash bu yangi g'unchalar hosil bo'lishini tezlashtiradi. Shoxchalarning uchini kesib turish gulni butalab, yanada sershox bo'lib o'sishiga yordam beradi. Kalanxoyani ko'paytirish oson va samarali. Kalanxoya uy sharoitida oson ko'paytiriladigan o'simliklardan biri. Ko'paytirishni bir necha usuli mavjud. Qalamchalash eng mashhur usuldir. Barg qalamchasi orqali ko'paytirish ko'pchilik turlari uchun mos. Bolachalar orqali ayrim turlariga, masalan, kalanxoya degremonaga xosdir. Barg qalamchasi orqali ko'paytirish. Sog'lom bargni o'simlikdan ehtiyotkorlik bilan ajratib olinadi. Kesilgan joyni bir necha soat davomida quritiladi. Bargni nam qum yoki yengil tuproq yuzasiga suqib qo'yiladi. Tuproq yuzasini yengilgina bosiladi. Issiqxona effekti hosil qilish uchun shaffof paket bilan yopiladi. 2-3 haftadan so'ng mayda o'simlikchalar paydo bo'lishi kerak. Bolachalar orqali ko'paytirish. Kalanxoyaning ayrim turlari, masalan, degremona turi, barg chetlarida mayda o'simlikchalar hosil qiladi. Bolachalar 2-3 sm o'lchamga yetib, o'z ildizchalarini chiqarganda, ularni ona o'simlikdan ohista ajratib olib, yengil tuproq solingan alohida kichik gultuvaklarga ekiladi. O'sishi davomida sug'orishni asta-sekin oshirib, katta o'simlikka o'xshash tarzda parvarish qilinadi. Gullatish sirlari. Kalanxoyani yaxshi va ko'p gullashini ta'minlash uchun o'simlikka to'g'ri sharoit yaratish zarur. Gullashga qo'zg'atish, gullayotgan o'simlikni parvarishi va gullamaslik muammolarini hal qilishni ko'rib chiqamiz. Gullashga qo'zg'atish usullari. Kalanxoya gullashini rag'batlantirish uchun muayyan sharoitlar yaratish kerak. Yorug'lik rejimi. Kalanxoya qisqa kunli o'simlik. Gullashni boshlash uchun uni yorug'lik kuni 12 soatdan uzoq bo'lmasligi kerak. Kuz va qishda sun'iy qorong'ilatish yaratish. O'simlikni 6-8 hafta davomida har kuni 12-14 soat to'q rangli paket bilan ustini yopish kerak. Harorat rejimi. Dam olish davrida qishda haroratni 15-16 gradusgacha tushirish, kunduzi va kechasi harorat farqi ham gullashni rag'batlantiradi. Sug'orish va oziqlantirish. Dam olish davrida sug'orish kamaytiriladi. Tuproqni suvi qurishiga imkon beriladi. G'unchalar paydo bo'lganda muntazam sug'orish va oziqlantirishni qayta boshlanadi. Qirqish. Gullash tugagandan so'ng o'simlikni qirqib, gullab bo'lgan to'plamlarini olib tashlash va shoxchalarini 1/3 qismini qisqartiriladi. Bu yangi shoxchalarni o'sishi va kelgusidagi gullashni rag'batlantiradi. Gullayotgan kalanxoyaga parvarish. Kalanxoya gullay boshlaganda gullash davrini uzaytirish uchun to'g'ri parvarishni ta'minlash muhim. O'simlikka yorqin, ammo tarqalgan yorug'lik beriladi. Haroratni 18-22 gradus oralig'ida saqlash. Tuproq qurib ketmasligi uchun me'yorda sug'orish. Gullaydigan o'simliklar uchun maxsus o'g'itlar bilan muntazam oziqlantirish. Qurib qolgan gullarini olib tashlash lozim. Gullamaslik muammosini hal qilish. Agar kalanxoya gullamasa, sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin. Yorug'lik yetishmasa,
to'g'ridan to'g'ri quyoshdan saqlab, lekin yorug' joyga qo'yish kerak. Ortiqcha sug'orishni kamaytiring, ayniqsa qishda. Dam olish davrini yo'qligi, qishda haroratni pasaytirib, sug'orishni kamaytirib, dam olish davrini ta'minlash kerak. Oziq moddalari yetishmasligi, sukulentlar uchun maxsus o'g'itlar bilan muntazam oziqlantirish kerak bo'ladi. Gultuvak kattaligi. Agar gultuvak katta bo'lsa, kalanxoya ildizini rivojlantirishga e'tibor qaratadi va gullash kamayadi. Shuning uchun kichik gultuvakka ko'chirish kerak bo'ladi.